Jigarzam competitionchi bo'lib olasizmi? Haqiqiy BMW M3 competitionni вообще tanaga kelib qoldi. 6900 ga atigi probegi, yili 21-22 model ekan. Va polniy ko'rasiz, karbon kapotli detallar, karbon qilib, alisovkalargacha karbon o'zlari uchun mehr berilgan ekan. Kraskasi toza ekan, mazza joy. Xohlasangiz original mashina kapot kerak bo'lsa, almashtirib karbonni olib qo'yinglar, lekin karbon kapotda вообще vidi chiroyli. Makoylargacha karbon, patologan karbon, va qarang. Rangi o'ziniki, zavodskiy rangi ekan. Ko'rasizmi? 500 ot kuchi bo'ladi. Voy, bunaqa narxga ishoning, M3 Competition 6900 yurgani, kraskasi tozasi, menimcha topib bo'lmasa kerak. Srochniga, bilasizmi, necha pulga rorvat? 95500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. 6900 probeg, 21-22 model. Turishini qarang, bosib yuboring.